Ona o'lmang. Ona o'lmang, hovlimiz yuzi bir anvoyi isga to'lyapti. Marhum Asror ukamning qizi Firuzaning to'yi bo'lyapti. Po'latoydir ismingiz axir, jismingiz ham po'lat chinakam. Turmush kechdi goh achchiq taxir, bukolmadi qaddingizni ham. Ne azob, ne mashaqqat, sabringizni etolmadi dol. O'lmang, o'lmang ona, chidam va toqat umringizga ish bo'ldi alhol. Otam izi qolgan hovlimiz ko'milmasin aslo motamga. Ezilmasin ona bovrimiz. So'z bergansiz axir otamga. Go'yo kezib yuribdi Asror, qizin boshin silab turibdi. Quchog'ida mard o'g'li yodgor, ularga baxt tilab turibdi. Ota mehrin tuymagan mahzun, jiyanlarim shodon yayrashgan. Firuzaning egnida bugun kelin ko'ylak biram yarashgan. Ona, garchi bemorsiz darddan, yonmoqdadir tanangiz giryon. Qani edi uyg'onib shartta to'yxonaga kelsangiz shu on. Marjonada marjonday saf-saf, alyor aytur do'st yorlardan yarashganday dur ichra sadaf, ko'nglingizga berur tasalli. Tasalli shu judolik gohi yuraklarni bo'sa ezguday. Otam bilan ukam arvohi shod bo'lgani ayon ko'zguday. Ona, o'lmang, hovlimiz yuzi bir anvoyi isga to'lyapti. Bugun marhum ukamning qizi Firuzaning to'yi bo'lyapti. Muallif Amir Xudoyberdi. Ijroda Jumagul Yunusova.